Bundan bir qancha vaqt oldin Ahmadjon qora akamiz Bismillah, alhamdulillah, assolatu vassalamu ala rasulillah, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bizlarni kuzatayotgan aziz mo'min musulmon birodarlarimiz, biz O'sh oblastida Aravon rayon Chekovat aylidamiz. Birodarlar, mana bu joyga kelishimiz sababi bir qancha vaqt oldin o'zingizlarda xabaringlar bor, Chekovatda bir birodarimizga uy solinyapti. Bundan bir qancha vaqt oldin Ahmadjon qora akamiz, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, bir sabab bo'lib, bir akamiz oilasi bilan Saidburxon domlamizni uyida yashaydi. Shularda bir dalolat qilib, shularga uy solsak, bulardan bir vatanli bo'lib qolsa, akajonimizni boshlariga bir Alloh taolo sinov berib, shunday holatga kelib qolganligi haqida bizga xabar bergan edi. Alloh taoloning fazli bilan biz bu yerda kelib boshlashimizga bu akajonimizni yaqinlaridan Alloh rozi bo'lsin. Bular hech bir tashashib qo'ymasdan Aravon hadiya fondiga ham hech qanday bir ish qoldirmasdan bu ishni o'zimiz bo'ynimizga olamiz. Biz hamma yo'lni o'zimiz qilib beramiz deb, shunday aka-ukalarda, shunday yaqinlarda, qarindosh urug'larda boriga Allohga hamd bo'lsin. Shunday silay rahmlar bor ekan, hali hayotimiz inshaalloh tinchlikda, totuvlikda davom etadi. Mana bu yer haqida ham ma'lumot berib o'tsam, bu yerda bu Aravon hadiya fondimizni avvalida ish olib borgan, ancha bir mehnatlari sinib bo'lib ham shu hadiya fondi poydevori bo'lib bir mustahkam qilib ketgan, xizmat qilgan akalarimiz xizmatlari bilan mana bu Chekovatda yer olinib, buni yarmiga bir opaxonimizga uy solingan edi. Bu yerda shu Chekovatdagi Zaynabullo hoji akamiz ham juda ko'p xizmat qilgan edi. Shu Nodir akamizni nimasi jamoasi bilan olingan yerda yarmiga shu xonadonga uy solinib berildi. Ya'niki o'sha paytda ehson qilgan aka-ukalarning ham haqlariga duo qilib qo'yinglar va hozirgi bir xizmatda bo'lgan aka-ukalarimizning ham haqlariga duo qilib qo'yasizlar. Bosh tog'ami mana endi uylari bitib, shunday uy topshirish vaqtida turibmiz. Alloh taolo bu yashaydigan uyini o'zi fayzli va barakotli uylardan qilsin. Shunday yaqinlarda Alloh taolo ko'paytirsin. Shunday saxovat pesha birodarlarimizni yonlarimizda Alloh taolo yana ham kengaytirsin. Juda ham ko'p holatlarda boy bo'lib turib, puli bo'lib turgan aka-ukalar ham shunday aka-uka yaqinlarini tashlab yuborgan oilalar bor. Birodarlar, biz bu oilalardan juda ham go'zal bir namuna olaylik. Alloh taolo o'tib ketgan Ahmadjon qora akamizni ham o'zi rahmatiga olib, so'roq savollarini oson qilib, yotgan joylarini munavvar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.